oldik. Nachinka solamiz. Mana nachinkadan qaranglar, ko'p soatganga o'xshayapman. Xamirimiz juda ham cho'ziluvchan, chiroyli, idealniy xamir, sloyoniy bo'lgan, juda qavatlari chiroyli. Endi buni bundoq qilib o'zimizga askinchi yo tomondan tortib olamiz. Cho'ziladi bu. Cho'zilgan mana bunaqa qilib uchma-uch qilib mana bunaqa qilmaylar. Mana bunaqa ozgina tortamiz. Tortganimizdan keyin hozir bu uchburchak tugilishi, uchta uchini bitta nuqtada birlashtiramiz. Mana. Mana. Uchta bo'ldimi? Uchta quloq chiqdimi? Buni nima qilamiz? Prosta bundoq qilib qo'ysak ham bo'ladi. Endi buni men punchikkina bo'lib chiqishi uchun nima qilaman? Men qo'limga bundoq olaman, ikkinchi qo'limda bu yoqdan ozgina tortaman. Mana bunaqa osiltirishinglar shart emas. Bundoq qilib ushaysizlar. Prosta bundoq ushlaganinglardan keyin bitta bundoq aylantirasizlar. Bitta aylantirganinglarda mana buni tagida shunaqa yastiqcha hosil bo'ladi. Bunaqa qalin emas, pishadi, xotir olmanglar, pishmay qoladi deb o'ylamanglar. Bundoq aylantiramiz-da, joyiga qo'yamiz. Endi men formasini bundoq xuddi yastiqlarni bundoq qilib punchiklashtirib